Proyektimi topshira olmayapman-da, Zafar. Hozir kelaman. Hatto uyga ro'zg'ori ham bobomni pensiyalardan qilishga to'g'ri kelyapti. Hamma qarindoshlar ichkarida-yu. Nimaga kirmayapsan? Javohir uyda ekanmi? Ha, o'zini uyda bo'ladi-da. Tinchlikmi? Ha. Javohir bilan ozgina oldi-berdi qiluvdik. Anchadan beri qaytara olmasdan qiynalib yuribdi-da. Salom alaykum desam, hijolat bo'ladi. Har gal ko'z-ko'zga tushganda o'zini olib qochadi. Men ham hijolat qilmay deb telefon ham qilmayman. Shuni deb bobomni ham ko'rgan anchadan beri kela olmayapman. O'zingning sharoiting yaxshimi? Yaxshi, ha? Yig'gan, tergan, orttirganlaring bormi? Bemalolmi? Ha, bor. A bo'lmasa nimani o'ylaysan? Ha, vaqtidanmi? Pulidanmi o'tib ber? Qarindoshmiz. Baxtiyor. O'sha qarzni hammasidan kechib yuborishga tayyorman, ishon. Xo'sh, Faqat sal g'ururiga tegib qo'yamanmi, shunaqa qilsam deb o'ylayapman-da. to'g'ri, lekin bola juda qiynalib ketdi-da. Ana ishini topshiray desa, kompyuteri ham buzilib qolgan. Bobomni pensiyasiga ro'zg'or qo'yibdi. Agar imkoning bo'lsa, sal chetroqqa olib yordam bersang, xursand bo'ladi. Mayli, shunaqa qila qolaman. Bo'pti, sen bo'lmasa chiroyli qilib tushuntir. Shundan do'kon chiqib kelaman. Meva olishim kerak ekan. Qara. Telefon qilib yuboraman, maylimi? Hozir kelaman. Kelaman hozir. Zafar! Mana bunday yechib olasiz aka. Hop. Dizaynerlar uchun eng yaxshisi shu. Ha, okajon shu. Hop. Alo. Baxtiyor, Javohirga aytgan, shunda tashqariga chiqib borsin. Aha. Javohir. Men buni senga olgan edim. Zafar, o'zi shundoq ham qarzim bo'lsa, ularni ham... Yo'q, birinchidan bu qarz emas. Hadya. Ikkinchidan o'sha qarzlarni esdan chiqasiz. Yo'q, qarzimni uzaman, faqat imkoniyatim bo'lmayapti. Bilaman. Hammasini tushunib turibman. Erkak kishida qiyinchilik bo'lib turadi. Ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men chin dildan samimiy roziman. Rahmat. Bo'pti, bobomga salom aytib qo'y. Men Bobom ko'rib ketmaysanmi? o'zing-ku taklif qilmayapsan. Yur ichkariga. Ketdik. Yur. Osham tayyor bo'lib qoladi. Yaxshi-da.